Agar siz intim oqartirish muolajasidan qo'rqib yurgan bo'lsangiz, bu retsept aynan siz uchun. Bizga kerak bo'ladi uy sharoitida tayyorlash uchun asal, chaynak soda, tish pastasi. Bir qoshiq asalni olamiz katta qoshiqda. Unga chaynak soda, bitta qoshiqda chaynak sodani solamiz. Zubnoy pastani bir qoshiq siqib olamiz va uni yaxshilab hammasini aralashtiramiz. Bularni hammasini aralashtirganimizda shunaqa massa hosil bo'ladi. Oqartirish maqsadida intim zonalarga sekin astalik bilan surasiz. 5 minutdan keyin yaxshilab yuvib tashlaysiz. Bu muolaja haftasiga 1 marta qilinadi. 5 martagacha qilishingiz mumkin va aynan intim zonalarga emas, tirsak yoki tiza joylariga, qoraygan joylariga ham qilishingiz mumkin. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, menga like bosib, obuna bo'lishni unutmang.